Yangi 26-qismli Ovsinlar serialining premyerasi 27 oktyabr 2025-yil soat 20 da Milliy telekanalida namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun alohida ahamiyat kasb etadi, chunki voqealar tobora hayajonli tus olib bormoqda va har bir sahna chuqur ma'noga ega. Ovsinlar yana bir bor isbotlayapti, oila munosabatlari bu shunchaki mojarolar va yarashuvlar haqidagi hikoya emas, balki sadoqat, ishonch va haqiqiy matonat haqida chuqur drama. Qahramonlar hayot sinovlaridan o'tib, muhabbat va tushunish bilan eng og'ir kelishmovchiliklarni ham yengib o'tish mumkinligini ko'rsatadi. Ayniqsa aktyorlarning o'yini hayratlanarli, har bir nigoh, har bir harakat tomoshabinni ularning his-tuyg'ulariga sherik qiladi. Kadrlar, musiqalar va umumiy muhit iliqlikni taratadi. Yangi qism esa tomoshabinlarga nafaqat hayajon, balki ezgulikning g'alaba qozonishiga ishonch bag'ishlaydi.